Qadrli muxlislar, xayrli kun dasturi davom etadi. Dasturimizning bugungi mehmonlari O'zganali Mahmudov hamda ularning farzandlari Sherali aka Mahmudovlar. Yana bir bor xush kelibsizlar. Mana ajoyib bir lavhani tomosha qildik. Faoliyatingiz va siz haqingizda ko'proq bir ma'lumotga ega bo'lish degan umiddamiz muxlislarimiz. Mana endi kuyga baribir qo'shiqqa navbat bermasak bo'lmaydi. İlk ijroda bugun xayrli kun orqali qanaqa bir musiqiy tuhfani taqdim etish niyatida kelgansiz? Bizda yonimizda shu ustozlarimiz Rasul Qori aka Mamadaliyev aytganlarda. Buni mana xalq el biladi. Shu kishini qo'shiqlari ko'p, tambirda o'zi bilan ko'p ijro qilganlar. O'zlar bilan uchrashgansiz? Yo'q, o'zlarim ko'rishmagansiz. Bizda yoshligimda ko'rishmaganman. Lekin uni farzandlarim bilan ko'rishib, hozirgacha shu tambirimda o'sha Sodiq aka yasab berganlar. O'sha o'g'illari, bor ekan o'g'illari Sodiq akam. Oilalari bilan demak tanisiz. Shunday, o'zlari ham cholib turadi. Ustozni ham tambirini bir borganimda uylarida choldim. O'sha Rasul Qori akamni tambirlarini deb choldim, uni ham ko'rib, keyin ko'p qo'shiqlar aytgani ichida naqildim men senga yorim jamolingdan judo qilding Huvaydo bobomizni yozgan bir g'azallari bor. Endi shundan boshlasak. Mayli, demak ustozning ijodiga murojaat qilamiz. Tinglaymiz bo'lmasa. Cemalingden juda kıldın Nakıldın sen yemen yavrum Cemalingden juda kıldın Başına geldi gam niçin Şarabı siyah kıldın Hamisha Grup şam'in Bırakın birler canını Nani pervan, nani hakiz Tarinizi rıfa aylar iken senim Hariyle aylir ve şişirin Juda aylar iken senim Hariyle aylir ve şişirin Nadip evvel o zinganin Garipli aşk kıldı
حقيرنا طوانا إلى عليك قامتني لام عليك يعليق دتقلبي شيرين يا وراي Judalık asmaniden salıp gördüğü alemsin. Vücudum hıyır, kanım vurtağım, ada akıllıyım, ada akıllıyım, şirin yavray. Ey Dilber, Hüveyda geçtik eşiklerden salıp gözden esir olayım navazağım ya da kıldın yavray Rahmat aytamiz. Qadrli tomoshabinlar, Rasul qori Mamadaliyev ijrosidagi go'zal qo'shiqni O'zganali Mahmudov talqinida tingladingiz. Tashakkur aytamiz yana bir bor jonli ijrolar uchun. Mana bugun boya suhbat boshlaganda aytdingiz, imkoniyat ko'p san'atkorlar uchun. Ijtimoiy tarmoqlar, mana telefon deymiz, to'g'ri